Assalomu alaykum, hurmatli Faxriddin 81 kanalining ashaddiy muxlislari hamda tomoshabinlar hamda mening ashaddiy podpischalarim. Xudo xolasa biz bugun Nosir Qisraf noyasida Oltinsoy dehasida, ya'ni Chirchiq hududidamiz. Ushbu mikrofon ishlarimizni urib bitkazdik. Juda ham chiroyli holatda urib bitkazildi. Albatta baho berib qo'yasizlar degan umiddaman. Agar kimdadir fikr paydo bo'lsa, mana shu Faxriddin 81 kanaliga chiroyli fikrlaringizni bildirib kommentariy yozib qoldirsangiz, buni inovatga olamiz albatta. Agar kim meni Faxriddin 81 kanalida mehmon bo'lsa, albatta bitta like bosib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz xursand bo'lardik. Kanalimizni rivoji uchun juda ham bu muhim albatta. Xo'p, ishlarimizni ko'rib baho berasizlar. Xo'p, yaqin orada ushbu syomkani qo'yib o'tgan edim, albatta bu ma'lumot to'liq emas edi. Hozir qo'ldan kelgancha barchasi ham ko'rsatib beraman. Marhamat ko'rib tomosha qilingizlar. Yo'qsa bitta like bosib qo'yishni unutmaysizlar albatta. Bular ne tufatıyor? Bu shaxmatlarimiz 40 diametrda chiqib keldi. Bular to'pchalar albatta. Bundan boshqa usullardan ham qo'yishlik mumkin. Xo'p. Vodostoklarimiz ham juda chiroyli holatda tushirilgan. Mana tarnovimiz. Tarnov deymiz, slip vodostokdami? Talshinasi 10lik, tagidan 8 ichkaridan. Juda ham baquvvat, mana xamuchalari ham chiroyli holatda qo'yilgan albatta. Xo'p, hozir mana shapkalarni ham qo'ldan kelgancha bo'yicha biz ham ko'rsatib beraman. Xo'p, mana birinchi etajimiz bu. Tag qismi. Xo'p. Ana endi bu oshxonaning yuza qismi albatta. Prosta video egalarimiz qora rang tanlashdilar, shuning uchun ham qoradan qilib berdik. Juda ham chiroyli, yaxshi svet deb o'ylayman albatta. Sizlarga ma'qul keladi degan umiddaman. Marhamat tomosha qilingizlar. Xo'p. Bu shapka qismimiz. Mana sliplarimiz ham chiroyli holatda tushirib berilgan albatta. To'g'ridan-to'g'ri arqishaga tushgan. Xo'p, yomg'irlarda ham qiyinchilik tug'dirmaydi inshaalloh xudo xolasa. Bu uyning shapka qismi. Marhamat. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yingizlar. Sizlardan iltimosimiz shu. Kanalimizda rivoji uchun juda ham muhim. Xo'p, agar kimgadir ushbu mikrofon xizmatlari kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, faqat 3 ta nohiya bo'yicha o'zda faoliyat olib ketyapmiz. Shahri-Tuz, Qobodiyo, Nosir Qisraf bo'ylari 3 ta nohiya bo'ylab murojaat uchun telefon nomerlarini albatta qoldirib o'taman. WhatsApp nomerlarimiz ham bor, albatta qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Sizlardan qo'ng'iroq kutib qolamiz. Xo'p, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Hammalaringizga kattadan katta rahmat. To ko'rishguncha omon bo'lingizlar.